Mana navbatdagi obyektimiz Buxorodagi Shayxonchada joylashgan yakka tarafdagi turar joyimiz 160 metr kvadrat joydan iborat. Ob'yemimizda bir kunda amalga oshirildi. Kran xizmatida emas, balkim qo'l mehnatida amalga oshirilgan. Balkada 680 metrlik balkada bu yerda joylashtirilgan. Sababi u yoqda mana ko'rib turganingizdek balkon qismi. Mana shu balkon ham birdaniga tom usti bilan birdaniga beton ishlari amalga oshiriladi. Mana ko'rib turganlaringizdek bu yerda quyish balka sifatida ishlatilgan. Sababi bu yerda bizga konsol joylashgan. Shuning uchun mana bunaqa balkalarni quyish balkani ishlatib holatda konsol ishlari amalga oshiriladi. Va qolaversa qolgan monolit tom yopishlardan beri 70% gacha stoykalar ekonom bo'ladi. Azizlar, keyingi videolarimizda beton olish jarayonini ham sizlarga ko'rsatib boramiz. Bizlarni kuzatib boring. Agar sizlarga ham shunaqa sifatli tom yopish xizmati kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga chiqib bizlarga murojaat qilishingiz mumkin.